İlgisi naiti ciddi satmakçı ya. Bağısını en tönçe küçüşedi. 111 kvadratlık Ürümçi Saybağ rayını, Xoça Nanjan yani konu polis stansının etrafı caylaşkan. Siz görevatqanda qora muhiti naiti yaxşı bolgan. Yeşillaştırışı naiti yaxşı çoğunlarımızın faaliyet kılışlarına, kichiklerimizning faaliyet kılışlarına naiti bexatar bolgan. Bu qoradaki 2017 yılı silingan 3 yataqlıq bir öy yap geldim ha. Endi öyünün işini bir körep bakaylı. Mana öyünün işine ahvalı ya. İşikten kirgenden keyin bu yerlerge texi çoğuşu qımaqlıq ya. Siz üzünüz ayak şikap, kiyim şikaplarını unutuyorsanız bulunduğun orun. Mana yan tarafta bolsa kichik yataq qo'y. Bu yataq qo'yning ishchilarini mo özümüzün ihtiyaciga asosan çoğuşu qıvaldıgan boşluq ba. Mana men turayotgan o'rin bolsa mehmonxonasi bilan udul derizlik holatda hava almış yaxshi bo'lgan tamaq yeydigan o'rningizni qilasiz bo'ldigan uy. Mana yan tarafta tamaq yeydigan yerning o yenidagi oshxonasi ya. Oshxonasining ishchilariga işletilgan materiallarni yaxshi, hamma narsalarni yurishlashtırib qo'yuqliq. Udulda hozir men turayotgan o'rin bo'lsa, bu uyning mehmonxonasi ya. Mehmonxonasi nihoyat kengri ozoda, derizlarmi pyochon holatda kun nur tushishimi nihoyat yaxshi bo'lgan bir uy ya. Udul qaraydigan bo'lsak, yana 2 yataq qo'y ba. Sol tarafda bir yataq qo'y. Bu yataq qo'yning ahvolini ko'rib baqqan. Mehmonxonasi bilan derizmi bir tarafda kun nuri havo almış jihatda ansirimsiz bo'ldigan uy. Udulda bo'lsa 3-yataq qo'y ya. Bu yataq qo'yning ishchilarga pol, hamma narsaning qiliqliq kichiklerimizning cho'nglarni yataq qo'y qilsaqmi bo'ldigan uy. Endi ko'makchi bo'lganimiz bu uyning tozliq uyi. Tozliq uyining derizasi bor, ichiga ishlatilgan materiallar nihoyat yaxshi. Siz bu uyni yaxshi ko'rdingizmi? Agar yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, jiddiy biz bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Boshpatda ünlüler numaram var. Telefon numaram 136 409 86 99.